Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Ahrorov Bekzod. 15 yildan beri bodybuilding sporti bilan shug'ullanib kelaman. Shu kungacha onlayn, offlayn shogirdlarim bor. Hozir sizlar bilan hamma savolga ochiqchasiga javob berib ketaman. Birinchi savolga keladigan bo'lsa, ya'ni aktual savol. Siz farma qilganmisiz? Afsuski, ha. Farma qilganman. Farmani hamma turidan foydalanib ko'rganman. Men bir xillarga o'xshab turib, rozvoy ochkilarni taqib olib turib, faqat grudinka yeganman, faqat protein ichganman, faqat kreatin ichganman demayman. Men farmakologiyadan foydalanganman. O'sha yoshligimda bilib bilmasdan foydalanganman. Shuni orqasidan bir nechta operatsiyalar bo'lganman. O'shaning uchun ham bilib bilmasdan bu narsaga yaqinlashmaylar deb ko'p aytaman. Sport sizni qanaqa o'zgartirgan? Xo'p, sport meni intizomga, ya'ni disiplinaga o'zgartirgan. Bir xillarda bo'ladi, ya'ni o'rtog'ini poylaydi yoki dushanbani poylaydi yoki formasini kutishini poylaydi yoki oylik tushishini poylaydi. Menda bu narsa yo'q. Menda sherik bo'lish shart emas. Bir xil sherik bo'lmasa trenirovka qila olmaydi yoki boshqa narsa qila olmaydi. Men shunda naushnikimni taqaman. Bitta o'zim bo'lsa ham nastroyeniyam bo'ladimi, bo'lmaydimi, trenirovka qilaman. Tushunishlik uchun aytaman, men to'yim kuni ham zalga borganman ertalab. Shu darajada meni intizomga olib chiqqan. Bekzod bilan ishlash oson emas. Ha, shunaqa. Endi ko'pchilik shogirdlar keladi, meni oldimga, men ularga mana shunaqa narsa qilasan, bunaqa narsalar qilasan deb aytaman. Uje qilmasa, men uje chopaman bu odamni. Ya'ni chopaman degani qanaqa? U odam vaqt ketyapti, resurs ketyapti, xarajat qilyapti. Lekin aytganini qilmasa, ertaga kelib shu odam bilan ishladimmi, 3 oy ishladim yoki 5 oy ishladim, hech qanaqa rezultat ola olmadim degan gap menga orqadan kerak emas. Oldimga keladigan odamlar bor. Mana bunaqa narsa qilishing kerak. Mana bunaqa analizing yomon chiqibdi. Mana bunaqa dori ichasan yoki mana bunaqa narsa qilasan. Mana bu narsadan ozgina o'zingni tiyib turgin deyman. Xo'p deydi, qilmaydi. Xo'p deydi, qilmaydi. Men u odamni tepasida turib kontrol qila olmayman. Meni aytganimni qilmadimi, bo'ldi, men chopaman. 60 kunda real necha kilo o'zgarish qilish mumkin? Xo'p. Sog'lom 15 kilo ossangiz bo'ladi, ya'ni o'rtacha hisobda 14-15 kilo, sog'lom 10 kilo semirsangiz bo'ladi, 8-10 kilo. Hech qanaqa dabavkalasiz, hech qanaqa dorisiz, faqat pitaniya va trenirovka bilan. 35+ yoshdagilar bilan ishlash qiyinmi? Yo'q, hozirgi kunda naborot, yoshlar bilan ishlash oson. Mana oldimga kelayotgan asosan shogirdlar 35+. Ular oldiga maqsad qo'yishgan, menimcha kattaroq ularda, chunki уже ожирение, testosteron pasayishi juda ko'p kuzatilgan. Uydan qanaqadir balkim gap eshitishganmi bilmayman, lekin asosan meni oldimga kelayotganlar hozir 35+, ularda disiplina bor. Ular zalga keladi, ular ovqatini kontrol qiladi, ular qo'shimchalarni kontrol qiladi. O'shaning uchun hozirgi kunda 35+ bilan ishlash naborot osonroq, chem yoshlar bilan ishlagandan ko'ra. Yoshlar dangasa o'zini u yoqqa soladi, bu yoqqa soladi, xolisi keladi, xolisi kelmaydi, lekin bular, ya'ni o'sha yosh katta odamlar har kuni aytgan vaqtida keladi zalga. Natijaga chiqmagan shogirdlar bo'lganmi? Bo'lgan, guruch kurmaysiz bo'lmaydi. Hammada shunaqa. Men chiqib turib, misol uchun, hammani 100% idealman deb ayta olmayman. Hammasini o'zgartirib yuboraman, yorib yuboraman, unaqa oltin tog'larni va'da qilmayman. Rezultat qachon bo'lmaydi? O'sha shogirdga baza beriladi, ya'ni umumiy baza beriladi, ovqatini, dorilarini, trenirovkasini, hammasini. U odamni borib tepasida kontrol qila olmaymiz biz. Uyda nima ovqat yeyapti, qaysi payt uxlayapti, qaysi payt восстановление bo'lyapti, u narsani kontrol qila olmaymiz. Shogirdga umumiy baza beriladi. O'sha bazani qilsa, u odam o'zgaradi, chunki odam qilgan ishni odam qiladi. Juda ko'pchilik shu narsaga chidolmaydi, ketib qoladi, yarim yo'lda tashlab ketadi. Ana o'sha paytda rezultat bo'lmaydi. Bo'lgan bunaqa proyektlarimiz, ya'ni biz 3 oylik, 6 oylik proyektlar boshlaganmiz, 1 oy o'tib, 2 oy o'tib, ishi chiqib qolib, uyda muammosi bo'lib qolib, sportni prosta tashlab ketgan odamlar bo'lgan. O'shalar bilan rezultat qila olmaganmiz. Uchta eng katta xato zalda nima? Xo'p, men og'ir ves ishlab, ya'ni 270 kilo stanovitsiyaga ishlab, bundan bir 3-4 yil oldin taxminan pupochniy grija chiqarib olganman. O'sha stanovitsiyaga ishlamayman, o'sha shogirdlarimga maslahat bermayman. Stanovitsiyaga qiladi ko'pchilik, belga deydi, boshqa deydi, lekin uni zaminyaющий упражнениялari bor. Travma olmasdan, ya'ni pupochniy grijani chiqarmasdan turib ham belga ishlasa bo'ladi. Men eng qilgan katta xatoyim, o'sha endi trener bilan ishlaganman, o'z boshimchalik bilan qilmaganman, tepamda trener turgan, o'sha aytganini qilib, ketyapti, davay og'ir ves ishlar qilyapsan, bemalol qilyapsan deb turib 270 gacha olib chiqqan holimda meni qonimdan pupochniy grija chiqib qolgan. O'sha afsuslanganman, o'sha trenerni chopganman, o'shandan keyin bormaganman oldiga. Ikkinchi xatoga keladigan bo'lsa, gormonal preparatlarni, ya'ni men boya teparoqda aytib ketdim, farmakologiyani o'zim qabul qilganman deb turib, o'zim o'z boshimchalik bilan qabul qilganimdan keyin menda ko'krakda ginekamassiya kelib chiqqan. Ginekamassiyani yo'qotsangiz bo'ladi, u narsa bir chiqadi, bir kiradi, bir so'riladi, bir chiqadi, lekin oxiri o'sha chiqib qolgandan keyin siz analizlaringizni to'g'rilasangiz ham u yong'oqqa o'xshab chiqib qoladi. O'shaning uchun undan keyin operatsiya qilib oldirishingiz kerak. Men shu preparatlarni analizlarimni kontrol qilmasdan, bilib-bilmasdan ichganim hisobiga menda ginekamassiya kelib chiqqan. Uchinchi xatoga keladigan bo'lsa, mana belimda grija bo'lgan, ya'ni shu remen taqmasdan ishlaganman, bir xil упражненияларni, ya'ni belni qo'yishni o'zini pozitsiyasi bor. Men tepamda hech kim kontrol qilmagan, o'z boshimchalik bilan
egoyimni kachat qilaman deb turib, ya'ni hamma yoni bir xil bo'ladi-yu, zalga kelib olib baqiradi, ko'tarayotgan toshini tayini yo'q, boshqasi yo'q, ha deb baqirib o'ziga qaratish uchun kachat qiladi-yu. Biz ham yoshlikda shunaqa bo'lganmiz. Men bundan bir 10 yil, 12 yil oldingi narsani aytayapman sizlarga. O'sha paytda men belimdan grija orttirib olganman, lekin hozirgi kunda Xudoga shukr, belim umuman bezovta qilmaydi. Ya'ni men og'ir versiyada ishlayman, texnika bilan belim bezovta qilmaydi. Shu kungacha nechta shogirdlarni natijaga chiqargansiz? Bir xillarga o'xshab bizani osmono'par gaplarni gapirmaymiz. 1000 plus shogirdlar, 2000 plus shogirdlar, unaqa narsani u odamlar oldiga kelsa, menimcha eslolmasa ham kerak, o'sha 1000 ta shogird chiqargan odamlarni. Men o'rtacha hisobda 40 ta, 50 ta offlayn shogird chiqarganman, ya'ni 40 ta, 50 ta oldimga kelib shug'ullanganlarda rezultat qilganmiz. Onlaynga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda 300 ga yaqin odam onlayn shug'ullanib kelyapti, natijaga chiqishyapti. Onlayn kursdan foyda bormi? Xo'p, onlayn kursdan foyda bor. Hamma narsa shaffof bo'lishi uchun, ya'ni sizlar ham xabardor bo'lishingiz uchun imенно shunaqa rezultatlarni, natijalarni tashiydigan kanal ochib qo'yganman. O'sha yoqqa kirib, o'zingizlar uchun ko'rib olsanglar bo'ladi rezultatlarni. Agarda siz ham taningizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, men qilgan xatolarni qilmoqchi bo'lmasangiz, men sizlar uchun onlayn, offlayn shogirdligimni ochib qo'yganman. Bunga qo'shilish uchun direktdan shogirdlik deb yozsangiz, menejerlar aloqaga chiqishadi. Hammanglarni shogirdlikda kutib qolaman.